Men Farg'ona viloyati Beshkariq tumani Beshkapa qishlog'i Ulug'bek ko'chasiga 28-xonadonga ekin bo'lib tushganman. Ikkinchi ro'zg'or bo'lib. Xo'jayinimiz Erkinjon. Aylanib o'tib qolishgan. Hozir kunda mana meni ukalari Sanatjon, o'g'li Zafarjon, Muxlisa, Zafar, Kamila Ovsinim, Shahla Ovsinim, Nurniso xolamlar meni siqtirishmayapti. Mana ko'ringlar uyda ahvolini. Ko'ringlar mana. Mana Zafarjonning uyi, mana meni uyim, kelinlik uyim. Ayamni abduvor qilib tashlagan. O'rdan chiqishda iloji yo'q darvozaxonadan. Ko'ringlar mana, o'rganinglar qilgan ishini bulardi. Shuning uchun yordam so'rab chiqqan edim. Respublikaga. Mana ko'ringlar gazxonamda gazimni 3 oy 4 oy bo'lyapti olib qo'yganiga. Mana o'chog'im nima qo'yganiga mana 2 oy bo'lyapti. 2 oy bo'ldi. Qilgan ishlarini ko'ringlar mana. Iloji bo'lsa menga yordam berishlarini so'rayman. Iltimos, mana ko'ringlar meni. Qaytadan kirib, qaytadan bolalarning narsasini olaman. Na eshikka chiqishga, na yashashga allaqam bor. Hozir aylanib ko'rasizlar. Tinib so'rayman sizlardan, yordam beringlar. Zafarjon o'g'li, Sanat akam, Abror akam o'g'li, shuni abduvor urib bekitib tashlagan. Mana darvozam. Ko'ringlar darvozani. Darvozamdan kiraman, lekin darvozamni mana shilagini buzib tashlagan. Bo'lmaydi. Hech kirib ham bo'lmaydi ichkariga. Iltimos. Ko'radigan bo'lsalaring mana. Mana shu meni joyim. Hozir narsaga kirdim. 4-marta kelishim narsamga. Hozir hokimiyatga chiqdim. Gulchehrapolar keldi. Morosaga keltirolmadi. 102 ga 6 oydan beri sorsamman 102 ga qiyotibman. 102 dagilar ham chora ko'rgani yo'q. Mana ichki ishlardagilar ham, prokuraturalar ham yordam bergan. Hattoki mendan ham yordam bergan yo'q menga. Mana shunaqa holatda o'tiribman. Iltimos sizlardan yordam berishlarini so'rayman. Meni ko'radigan bo'lsalaring uni tarqatishlaringni so'rayman.